Liverpoolning Chempionlar Ligasidagi mag'lubiyati Salahni Oltin to'pdan mahrum bo'lishini bildiradimi? Ha, Mersisayedliklar nimchorak finaldayoq yurishni to'xtatgani Salah uchun kattagina ortga qadam bo'ldi. Ha, misrlik futbolchi APLda dahshatli o'yin namoyish etayotgani-yu, afsonaviy rekordlarni yangilayotgani hayratlanarli. Hatto u o'zining praymini namoyish etmoqda. Ammo Rafinyaning Barselonani katta o'yinlarda oldinga tortayotgani-yu, Dembelening aynan Salahga qarshi o'yinda PSJga kerakli golni urgani Muhammadning o'yinlarini soyada qoldirib ketishi mumkin. Rafinya ham, Usmon ham gollar soni bo'yicha misrlik yulduzdan ortda, ammo kerakli paytda eng muhim lahzada asosiy planga chiqayotgani albatta muxlislar yodida ko'proq qoladi. Va bu ikki vinger Chempionlar Ligasida g'olib bo'lishi ham mumkin. Ushbu 3 nomzoddan tashqari yana bir nom, albatta Kylian Mbappe. Realga qiyinchiliklar bilan moslashib olgan fransuz Atleticoga qarshi uchrashuvda qo'rqmasdan penaltilar seriyasini boshlab berdi. Kylian ham ichki chempionat va Chempionlar Ligasi g'olibligini qo'lga kiritishi mumkin. Shuningdek, uning yana bir ustunligi klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ham g'alaba qozonishi mumkin. Oldindagi 2 oy davomida barchasi o'zgarib ketishi va hatto nomzodlar qatoriga yangi nomlar qo'shilishi mumkin. Xo'sh, sizningcha ushbu mavsum uchun Oltin to'pga kim munosib? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va bizga a'zo bo'lishni unutmang.